Ta'lim va tarbiya go'yoki tarozining ikki pallasiga o'xshaydi. Biri bo'lmasa, muvozanat yo'qolib, ikkinchi tomon yerga qulaydi. Dunyoning ko'zga ko'ringan nufuzli universitetlarda to'liq grantlarda o'qiyotgan farzandlarimizni ko'rib, nihoyatda xursand bo'laman. Professordan yaxshi hozir. Men maslahat olib turaman. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Tarbiya mukammali yaxshi bo'lsa, farzandlarning kelajagi yaxshi bo'ladi. Olim bo'lsang, shoir bo'lsang, miyni ishlatmasang, natija bo'lmaydi. Chunki boshqalar ham bor, raqobat bor. Bolaligidan biz ularga sen soldat bo'lasan, sen armiyaga borasan, sen vatanni himoya qilasan, sen meni himoyamchimsan degan gaplarni qulog'iga singdirishimiz kerak. Shu oiladagi erkaklik roli susligidan, tarbiya salbiy bo'lgandan keyin ta'lim olish jarayoni oqsaydi. Bilimli O'zbekiston xalq kerak emas edi. Insonda o'zini fikri bo'lishi kerak. No pain no gain deyishadi. Lekin shu jonni imkon qadar bergan narsadan unumli foydalanishimiz kerak edi bo'ladi. Sun'iy intellekt ona nimaligini biladimi? Ona farzandini his qilish kerak. O'shanda farzandingiz ham sizni his qiladi.